Adashib ketdi. Boshdan qilaylik. Ketdi. Assalomu alaykum Ahror. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Men kelajakda hisobchi bo'lmoqchiman. Men kelajakda jarroh shifokor bo'lmoqchiman. Avvalambor assalomu alaykum. Men kelajakda stomatolog bo'lmoqchiman. Yaxshi insonlar deganda kimlarni tushunasiz? Yaxshi insonlar ustozim, oyim, adam. Qishloqdagi odamlar, magazinchi g'aybullar. Yaxshi inson deganda men oilam a'zolarimni, ustozlarim, sinfimdagilarni tushunaman. Yaxshi insonlar deganda men ota-onamni, buvi-dodalarimni va ustozlarimni tushunaman. Yaxshi inson bo'lish uchun nima ishlar qilish kerak? O'zidan katta, kichik odamlarga mushkul ishida yordam berish kerak. Yaxshi inson bo'lish uchun yaxshi ishlar qilish kerak. Hammaga foydasi tegadigan bo'lish kerak. Yaxshi inson bo'lish uchun ota-onamni duosini olish kerak, ustozlarning aytganini qilish kerak. Ya'ni bizni qiziqtirayotgan savol, asl ta'limni nima uchun tanlagansiz? Men asl ta'limning tanlaganim sababi kelajakda o'z kasbimni yaxshi bilish va tillarni yaxshi bilish va yaxshi o'qishim kerak. Asl ta'lim markazini tanlaganimdan bois men kelajakda til bilishim hamda yaxshi o'qishim kerak. Shuning uchun asl ta'limni tanlaganim. Asl ta'limni tanlaganim sababi men katta bo'lganimda istaklarim uchun intilaman va asl ta'limda men ko'p tillarni o'rganaman.